Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Moskva Toshkent, Toshkent Moskva yo'nalishidagi avtobus. Ko'ryapsizlar, O'zbekiston nomerida avtobuslarimiz ideal sostoyaniyada. Reyslar har kuni. Bugun 8-may sanamiz. Xudo xolasa Moskvadan metro Kotelnikidan chiqib ketayotgan avtobusimiz. Azizlar, xudo xolasa Moskva metro Kotelnikidan Remoy Toshkentgacha avtobusimiz ko'rib turibsizlar, sharoitlari zaryadchilari hamma yo'q bor. Sijenalar yotadi vertikal. Ekranda ishonchli nomerlar bo'ladi, bemalol qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin. Qalay ketyapsan aka, yaxshimi? To'g'rimi? Avtobusda ishodi, avtobusga keldingmi? Aka qalay ekan qulayliklar? Dahshatmi? To'g'ri, salom vatanga yetib olinglar aka-ukalar. Ekranda ishonchli nomerlar bo'ladi. Bemalol qo'ng'iroq qilib murojaat uchun ekranda nomerlar. Bitta O'zbekiston nomer, bitta rossiyskiy nomer qo'yamiz akalar. Reyslarimiz har kuni. Shunday avtobuslarda ketmoqchi bo'lsanglar, bemalol telefon qilaverasizlar. Moskvadamiz xudo xolasa. Metro Kotelniki. Batafsil ma'lumotlarni ekranda nomerlardan olishingiz mumkin. Dokumenti yo'q yurtdoshlarimizga olib ketamiz.